Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizdaglar. Xudo xolasa shu mashinamizni yangi ramad o'zibga terib, chiroyli holatga, radniy holatga olib kelib beramiz. Qancha rasot ketadi, qanday kelib, qanday chiqish haqida chiroyli video qilib beramiz. Hammaga rahmat. Xudo xolasa shogirdlar o'zi ishni boshlab, motorlarni yechish jarayonini boshlab yubordi. Grantalar chiqarib, qorochasi ichyapti. Kanalimizdaglar Cobalt'imizni mana arqachasilarni, orqa balkalarini joyiga yechib olganmiz. Mana ko'ryapsiz. Ahvoli rasov yotdim, filtrini tozalab qilib, mana mashinamizni ham motor korobkalariga yechib oldik. Motor korobkalarini yuvib toza qilib qo'yamiz. Biz oldimizda bilasiz, ustaxonamiz, mana yonimizda sammoyka bor. Shu sammoykada yuvib tozalab chiroyli qilib beramiz. Patachamiz yangi holatda bo'ldi. Patachamiz ham yuvib toza bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana Cobalt'larimizni tayyorlaydigan Cobalt'chamiz ham xudo xolasa o'zi motorlarigacha uстановка bo'ldi. Ходовойчасы uстановка bo'lib, mana tartibkasini ham uстановка qilib qo'ydi. Xudo xolasa shu mayda juda narsalarni teryapti. Mana bu Vali shogirdimiz o'zi shu mazlatsiyasini qilyapti. Navoiylik shogirdimiz elektrobron mayda juda narsasini olyapti. Mashincha ходовойda turib, mana o'zi bugun 3-kun, xudo xolasa ish ancha yaqinlashib qoldi. Qanday bo'lyapti, usta bobo? Arqa o'yna nima kutaman? Nima qilishdi?